Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Shugizmi? Meni yuragim og'riyapti, o'tim og'riyapti, oqshomga ichim og'riyapti. Niye? Belimdan og'riq kelyapti-dagi, oqshomga bor, mana shu yerimga bor, shunday qattiq botadi, undan keyin ichimga og'ib beradi. Oldin ham shu bir oylar oldin ham shunday bo'ldi. Unda toza mazam qochib, doktorga Ovqatdan keyin og'rib beradi, ovqatdan oldin og'rib beradi. yo'q, kunduz og'riq bermaydi. Hamroh yegan vaqtlarim obedda yeyman, shunda ham yarim oqshomga bor, soat 2 dan keyin og'riq bo'ladi. Endi hozir doimiy bo'lib qoldi. Bir 2 kundan beri umuman og'riq. Qayeri og'riyapti? Belim og'riydi. Mana shu tochkadan shunday tepaga qarab chiqadi, qo'ltig'im osti bilan kelib, mana shu yerim og'riydi. Mana shu yerdagi og'riq keyin pastga qorimga tushadi. Undan keyin qornim og'rigandan keyin o'zi dumalab qolyapti. Dumalab qolyapti? Qayerqa dumalyapsiz? Chapga bunga? Chapga. Ya rostini so'rayapman. Chap tomonga qarab. Chap tomonga. Oyog'ingizni og'rib beryapti, uvushib beryapti. Beradi. Tortishyapti. Mana shu oyog'imga og'riq beradi. Bir 2 kundan beri oqshomga borib uyushish, og'riq bor. Nima ish qilasiz? Uydam uy bekasiman. Bekasi eng og'ir ishlar. Bilasizmi? Necha yoshsiz? 25. Nechta farzandingiz bor? 3 ta. 3ta. Yuragingizni sanchish bilan, nafas qisish bilan Yo'q, bosh og'rib turadimi? bosh og'riydi. Qayeri og'riydi boshingizda? Orqamga. Orqasi og'riydi. Qo'lingizda ham uvush bilan? Qo'limda uyish bo'lmaydi. Faqat boshim og'riydi. Boshingiz og'riydi. Oshqozon, bel, oyoq, bosh. Hammasi yozib beraman. Qiynalib qolmaysizmi? Yo'q. Shu bir oy oldin o'ziga tushdim. Shu qabul bo'limiga kelganimizda. O'ng buyrag'ingizda shamollash bor dedi, o'tingiz dimlangan dedi. Ikkalasi oshqozon ichaklarga og'riq beryapti dedi. 3 ta osmoq uydirdi, shundan keyin yaxshi bittasi edi. Bir 2 haftalar yurdim, keyin yana og'riq. O't oshqozonga og'ir berar ekan. Dimlanish natijasida ovqat hazm bo'lmaydi, oshqozoningizga og'riq beradi. Men aytaman, sizdek gapirishingizdan, o'zingizdan bu oshqozoningizdagi muammo belingizdan beryapti. Bel umurtqasidan oshqozonga orqasidan nerv keladi. Bo'yindagi nervlar qo'lga beradi. Sodda tushuntiryapman. Beldagi nerv oyoqqa beradi. Shuning uchun belning grijasi bor, oyoq og'riydi, bilasizmi? Nafas olyapti, tushyapti, ko'tarilib tushyapti. Nima qanday ko'tarilib tushyapti? O'sha orqadan nerv tushadi. Hamma nervlarimiz orqa miyadan tushadidan keyin kabelga o'xshab tarqalib ketadi. Qorin bo'shlig'iga, ko'kraklarga, qo'llarga, oyoqlarga. O'sha yerda zararlanish bo'lgan so'ng shuning uchun mana bunaqa og'rib kelyapti. O'sha yo'l. Qavig'ora aro miyazit deydi-da. Har bitta qavurgan tagida ana ketadi, nerv ketadi. Ana shu nafas olganingizni sanchish bo'lyapmi? Oqshom bo'ladi, kunduz bilinmaydi. Yuraman, ba'zi harakat qilaman. Harakat payti bilinmaydi, harakatsiz payti kuchayadi. Oqshom, ha, bilmadim. Rahmat sizga. Chunki qonlanish yaxshi bo'lgan payt bilinmaydi bu nazar. Aytadiki, issiqda bilinmabdi deydi-ku. Bilasizmi? Mana shu narsa. Ovqatdan keyin og'riq kuchaymaydi, yo'q? Sirazi? Yo'q, sirazi kuchaymaydi. Oqshomga borib. Uyqungiz qanday? Uyqummi? Yaxshi uxlayman. Shu bir 2 soat normal uxlayman, undan keyin og'riq boshlagandan keyin uxlamayman. Og'riqni hisobidan uxlamaysiz. Ha, og'riq hisobidan uxlayman. Og'riqsiz yaxshi uxlayman. Bu kasalliklar boshlaganiga qancha bo'ldi? Shu bir oy oldinlar boshlandi. Oyog'ingizda uvishlarga, og'riqlarga bir oy bo'ldimi? Yo'q, 2 kundan boshlab oyog'im uyushayotgan bo'ldi, og'riq berib. Yotib davolanasizmi? Yotib. Uyda olasiz, ha? Uyda olaman. Yosh bolalar. Qanishni nima qilasiz yotib? Maksimalni balistsalarni oldidan oling. Bozorda oldidan, ko'cha aptekalardan olmang. Samozabay o'rniga beradi. Misol uchun, men tarkibi bilan yozyapman, tarkibi bilan, Dorining originalini yozyapman, Hamma dori firmaniki, hamma dori firmaniki.
tarkibi bir xil bo'lgani bilan qaysidir samarasi yaxshi bo'ladi. Qaysidir samarasi no'ra bo'ladi. Tushunyapsizmi? Misol uchun aptekachi mana bu zo'r deb beradi. Sizni men davolayapman. Effektini men his qilaman sizda, to'g'rimi? Men tuzalganini men his qilaman. Uni san vrach biladi. Aptekachilar bilmaydi. Tushunyapsizmi? Endi ba'zi birlar bor, endi haqiqatda firmaga ishlaganlar bor. Endi ularga men aralashaman, lekin o'ringa olmaydigan nima degani? Vrach 7 yil o'qiydi. O'qishga kirish uchun qanaqa azob bo'ladi? Birinchi kirish bilasizmi? U doktor bu ma'miga ustoga o'dirguncha o'zidan o'tgan o'zi biladi, vrachlar. Shuncha muammoni dori yozyapti, shuncha yillik tajribasi bilan dori yozyapti. Lekin oddiy borasiz farmasevt shuni uni beradi. Uni kim davolayapti? Farmasevtlar davolayapti. Vrach davolamaydi. Keyin yaxshi bo'lmasa kim aytdi? Doktor aytdi. Hech kim dorini o'rin beribdi, boshqa dori beribdi demaydi. Mana bu amerikanskiy dori, mana bu germanskiy dori, O'zbekistonniki musor deb bergani ham, lekin o'sha 150 ming doringiz zo'r deb bergani 40 ming dori urib qo'yadi kerak joyiga kelganda. Ya'ni effekt yaxshiroq bo'ladi. Chunki uni vrachlar biladi. Aytadi, "Men arzon dorilar yozibdi" deydi. Eshitgansizmi? Oddiy dorilar yozibdi deydi. Lekin qilib bilan o'sha narsani tajribasini ko'raykan o'sha doktor. Bu birinchidan. Lekin firma dorisini yozib deydi. Bo'lmaydi. Firma shunaqa firmalar bor. Shunaqa effekti zo'r. Shunaqa firmalar. Firma dorisini yozib bo'lmaydi deydi, eshitgansiz. Ha, eshitgan. Juda hamma eshitgan. Firma dorisini yozib degan bo'lmaydiganimiz hech qachon. Faqat darasda firmalar ko'payib ketgan, shundan odamlar fikrida firma dorisi yomon degan fikr uyg'onib qolganda, meni maslahatim doktor yozgan oyingizlar. O'ringa olmaysizlar. Agar pul kerak bo'lganda bizda bir tekin ko'p qilmadik hech qachon. Xo'p.